Feruza opa, ba'zi bir insonlar bosh og'risa yoki asabiylashsa aptekalarga kirib o'zlari bilgan preparatlardan foydalanadi, ya'ni dori vositalaridan. Yoki bo'lmasa ba'zi bir insonlar boshlari og'rigan payt issiq choy ichsam yoki ko'k choy ichsam qoladi deydi. Shunday insonlar uchun sizda ham kerakli preparatlarimiz bormi? Doimiy stress holatda bo'lishlik yoki bo'lmasam ko'p asabiy buzarliklar, bular hammasi boshga kislorodning yetib borishini kamaytirib beradi hamda boshdagi bosimning ortib ketishiga sabab bo'ladi. Aynan shuni oldini olish uchun bizda Nevrosam mahsulotimiz bilan Pamit Plus mahsulotimiz bor. Bu mahsulotlarimiz miyaga kislorod yetib borishini to'liq ta'minlaydi. Qon yaxshi aylangandan keyin miya faoliyati juda ham yaxshilanadi. Bu esa insonlardagi aqliy faoliyatni yana ham oshishiga sabab bo'ladi. Aynan Pamit Plus mahsulotimiz miyadagi to'qimalarning rivojlanishi uchun juda ham foydasi kuchli. Nevrosam bilan birgalikda ichgan vaqtimizda bu stressni oldini oladi hamda miyani o'zlashtirish qobiliyatini juda ham kuchaytirib beradi. Aynan biron bir imtihonga tayyorlangan vaqtda yoki boshqa holatda bo'ladigan bo'lsa, bu mahsulotni tezgina qabul qilish orqali yod olish qobiliyatini ham kuchaytirish mumkin. Bu mahsulotlarimiz yosh bolalardan boshlab kattalargacha hammaga tavsiya qilamiz. Chunki bu miya ish faoliyatini yaxshilab beradi. Hamdagi boshdagi og'riqlarni, stress holatlarini, xotira yo'qolib qolish holatlarini ham oldini olib, buni bilan birgalikda xotirani tiklab berish xususiyatiga ega. Ushbu mahsulotlar haqida to'liq ma'lumot olish uchun albatta bizga murojaat qilishingiz va o'zingizdagi holatni bizga to'liq tushuntirishingiz kerak. Mahsulotlarimiz O'zbekiston bo'ylab to'liq yetkazib beriladi. Bu haqda ma'lumot olish uchun albatta murojaat qiling.